so'nggi 10 kunlikda ro'y bergan o'yinlar. Demak, bugungi mash'al, hozirgi mash'al ancha kuchli mash'al. OKMK esa baribir favorit bu o'yinda. Jadval nuqtai nazari bilan ham 28 Ergej Ismoilov, ikkinchi Zafarbek Akramov, yarim himoyachilar. Bu yerda Sherzod Fayziyev ham aslida himoyachi, 37-raqamda. Hozir demak hozir Akramov markazda harakat qildi, to'pni qaytarib yubordi. Yo'q, bu Fayziyev ekan, Sherzod qaytarib yuborgan ekan to'pni. Mashalning hujumi, zo'r imkoniyat. O, Javohir! Bu Javohir! O'zbekiston milliy terma jamoasi darvozabonlariga doim qo'ng'iroqlar amalga oshiryapti har turda. Mashal futbolchilari mana uzun uzatma bilan boyagi zarba. Oh! Sardor emas ekan. Pas. Bo'sh darvoza va gol! Mash'al raqib darvozasini ishg'ol etyapti Ismoilov. Himoyadagi xatodan foydalanib ketdi. Mash'al bugun ham boshladi. Ergash Ismoilov OKMK darvozasini ishg'ol etdi. Bu boshlanishi. OKMK tomonidan turib aytsak, kambekka yo'l ochilyapti. Qo'qon bilan o'yinda birinchi bo'lib gol urdi va g'alabani saqlab qoldi. Nasab bilan o'yinda birinchi bo'lib gol urdi va durang o'ynadi. Bugun OKMK bilan mehmondagi o'yinda ham birinchi bo'lib gol urdi. Himoyachi va darvozabon bir-birini tushunmadi. Mana Akramov to'pni uzatdi. Ahmadaliyev va Ilyosov bir-birini tushunmadi. Kimni to'pi edi bu? Ikkalasidan ham to'p o'tib ketdi. Javohir ham yeta olmagan ekan. Dilshod ham ulgurmadi. Ikkalasi ham to'pga ulgurmadi. Bir-biriga masalan, balki bu yerda qandaydir fikr bo'lgandir. Hozir to'liq goldan keyin ayniqsa himoyaga o'tib oldi. Vaqt esa o'tib boryapti. Uzun uzatma, zarba va darvozabon olib chiqyapti. Nodir Abdurazoqovning bosh bilan bergan zarbasi, uzoq davom etgan hujum yaxshi rivojlandi. Nodir to'p so'radi, keyin o'zi bosh bilan zarba berdi. Bu vaziyatda Vladislav Rusanov to'pni qaytardi. Qordan to'p boshirildi. Zo'r vaziyat, hisob tenglashi mumkin va gol. Bu OKMKning javob goli va oxirigacha kurashib Asadbek Sobirjonov darvozaga to'pni tushiryapti. Barobar Sobirjonov oxirigacha o'zi o'ynadi. Markaziy hujumchi rolida paydo bo'ldi. To'pni qabul qilib olgandan keyin ham to'p bilan birga kirib bordi. Turgan nuqtasini to'g'ri chamalab, to'g'ri nazorat qilib, mana oldinga kelgach, yonidan to'pni o'tkazib darvozaga tushiryapti. Tentakudan uzatma, Fayziyevni boshidan to'p Asadbek Sobirjonovga keldi, mana kutilmaganda Fayziyevdan keldi, pas bo'ldi va to'pni sekin to'xtatib, himoyachidan o'tib, darvozabonni ustidan yonidan oshirib, darvozaga joyladi. Chiroyli gol. Bu haqiqiy hujumchi. Bosh bilan zarba. Papavani oyog'iga to'p keldi, lekin uning zarbasini olib ketdi. Qordan sal qoldi Papava, lekin jarohat olgan bo'lishi mumkin. Yo'q, turdi birdaniga. O'zi biroz xarakteri ancha yaxshi. Papava legioner sifatida o'ynayotganligini biladi. Futbolchilarga juda ko'p tashlanib qolmaydi. Juda pozitsiya bo'yicha to'liq birinchi taym haqida gaplashdik. Xo'p, 5-Georgiy Papova jamoa sardori, 6 Avazbek O'lmasaliyev, 7 Dilshod Ahmadaliyev. Zarba xavfli. Mana sizga OKMKning hujumi. Hujumni ko'ramiz. Sobirjonovning yurishi, o'zi qabul qildi, keyin borib zarba berdi, qoriga ketib qoldi. Lekin zo'r yorib kirgan. Bugungi o'yinning eng yaxshilaridan biri. Tentaku pas. Xolmurodovdan pas, zarba. Darvoza ustuniga tegdi, Tentakuning zarbasi.
Bashniak oldinga uzatdi. Sardor Abdurraimov, Ibrohim G'anixonov zarba va aniq bordi. Kuchli yana G'anixonovning zarbasi Ilyosov o'z o'rnida. Shu G'anixonovda imkon bo'lsa tepyapti. Birinchi taymda ham zo'r tepdi. 7-likka borayotganda qutqargandi Ilyosov. Hozir ham yerlatib qizil kartochka. Ha do'stlar, bu yoqga endi Mash'al futbolchilari bir kishi kam bo'lib qolyapti. Haqnazariy bilan kurashgan Mash'al o'yinchisi ochiqchasiga unga nisbatan qoida buzdi. Hakam ikkilanmasdan qizil kartochka ko'rsatdi. Qo'shiladi ham shuncha baho, ko'raylikchi. Endi birga bir chiqib ketayotganda so'nggi Umid Foli bilan qo'l ishlatdi-da. Ikki kishilik joli devor o'rnatildi. Reja asosida Sobirjonov tepsa kerak. Aqrorovda ham kuchli zarba bor, lekin o'tib ketdi. Sobirjonovdan zarba darvozabon urib yuboryapti to'pni. Lokomotiv Sug'diyona uchrashuvda Ahmad Aliyev qolgan markazda hech kim yo'q, boshqa ortda darvozabondan boshqa. Uzatma va qanday imkoniyatdan foydalana olmayapti mezbonlar. Ba'zida gollar uradi, ko'p gollar uradi. Bugun ham gol urdi. O'sha kuchli zarbasi bilan mana shunday uslubda boyagi vaziyat mana Papava Ahmad Aliyev pas Abdurazzoqov cross zarba Karimovdan noaniq. Qandaydir Said Afzalxon bilan Afzal Azizovni bog'lab turadigan jihatlar yo'q deb o'ylayman. Zarba darvozabon qutqardi. Bosh bilan zarba. Yuqoridan to'p boshirildi, zarba yo'llandi, noaniq ketdi. Kurashib bir-birini tabriklayapti yutib chiqqandan keyin. Bashniak Papavadan zarba, darvozabon qutqardi. Yaxshi tepdi, lekin Papava hozir Said Afzalxon Aqrorov o'rniga Ahmadulla Muqimjonov tushdi va gol! Bu orada OKMK gol urib ketdi. OKMK bu orada gol urdi, baribir so'nggi daqiqalar jamoasi bu OKMK. Comebacklar uyushtiradigan jamoa bu OKMK. G'alabani mana shunday murakkab uchrashuvlarda tortib oladigan OKMK bu OKMK. Xarakter jamoasi bu OKMK. Kimning hisobiga yozildi ko'ramiz mana. Tursunqulov yuqoridan yetkazib berdi. Mana shu joyda bosh bilan zarba Karimovning hisobiga yozildi. Himoyachilar gol keltiryapti. Ya'ni Abror Karimov boshi bilan to'pni darvozaga yo'naltiryapti. Chalg'ituvchi rolda Avazbek O'lmasaliyev. Unga to'p tegmadi, lekin u chalg'ituvchi rolda. Abror Karimov o'z hisobiga gol yozdi. Boshqa rangdagi, darvozabon kelibdi, qo'yil. Yashilda boshda darvozabon ham shu yerda. To'p boshirildi. Mash'al o'yinchisidan ketdi. Endi chalsa kerak. Bo'ldi, chaldi. Mash'al bugun Olmaliqda raqibga munosib qarshilik ko'rsatdi. OKMK esa navbatdagi muhim g'alabani comeback evaziga o'z uslubida qo'lga kirityapti.